Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Bugün NASA'nınki James Webb teleskobununki kəlgən görünüşlərini 7-ci 12-ci gün James Webb teleskobunun 5 parça rəsm gəldi ona aid dünyada çoğun qolğul qozğulatdı. Bu teleskopni yasaş qatnaşqan Erkin Sıdıq akimizni, NASA'daki Erkin Sıdıq akimizni bugün təklif qıldıq. Bilal Fatih Maba bugünkü programda. Aşı rəsmlərini düşəndir bir iş üçün, James Webb teleskobunun kəlgən rəsmlənmiş düşüncələr mühüm əhəmiyyət şularını düşəndir bir iş üçün Erkin Kəm nazır sizi təklif qılaylamsa. Erkin Kəm, sorun sizdensə. Buldu ki, rahmet hukam. Aşı siz telefon resimlerini birden köşersiniz. Ben aşı her bir resmini düşündürüp oğandakin, birini düşündürüp oğandakin kinki yüteyle yaştakılır. Hem akıllı. Hazır şu teleskoptan başlandık yapını. Hem akıllı. Mavu bu kadar mavu James Webb teleskopunun üzülamken burunki her kandak teleskopga okşamaydı. İhtimal İslam'ı dikkat kılgansılar. Adette teleskopniki bütün eynek hemen eseri bir kaptın içinde buludu. Mavu birinci eynekni biz asas eynek deyimiz onu primary mirror deydi İngilizce asas eynek. Bu teleskopun en altıda bulup bunun ikinci, üçüncü, dördüncü cık eynekleri bağıştak. Yasılattı burunkisi. Yani mavi teleskop pek çoğun. 6-20 metre diametre küçük 6 kırlık eynegeden 18'i var mavi teleskopta. Aşağı bağlı için bunu burunki annenevi usuldaki bir sanatın içindeki yasadıgan emez. Baş eynegini sırtı kürünüp durduğanlık başa yasadıgan mavi teleskopun. Yani aslında köp katlık bir nüpüstaktaydık neslerini gördüğünler. Bu nemi desenler bu günün nurunu tutup durduğun nerse. Şuna bu teleskop yer şarını aylanıp durup tekşürdük kainatını. Andaki dağımlık günge dümbüsünü kıvaladı. Günün nuru asas kaynak kirip kalmışsın der. İşte yasıgan. Şu teleskopun bir aday, bu teleskop kısa oşmaya gayrı şu. Adette mikrodolkun teleskopları salmanı oşaydı adette. Baş nur kaytırdıgan nersi uçup durduğun. Lekin optikal kulak olmaydı. Lekin mavi şu mikrodolkularını ki teleskopda kesilgan bir teleskop bende. Çünkü bu bir çoğun alaydaki abetin memtiminimizde gelendek bunu 20 yılda vakti gitti. Ben NASA'ga yeni kirgen vaktimde yine 10 yıldaki koyup durdu dep çıkırmız dep atrap anlaydım ben ki akıga sızılıp ahire ötken zaran çıkıp oldu. Pek test otap gitti. Burun ölçelerine gelen kargancada test otaptı diye anadaki çıkımımı birisi cık çıkamap gitti bununla. Aslında herhalde bitti. Şimdi bu teleskopniki asmanlığa çıkışı bilen ihtimal Hubble endi bunun için aslında pensiyaya çıkılaş mümkün. İhtimal okuslan Hubble'ni hazırlık İngilizce service kıldı deydi service'da. Bu nemi dese Hubble'a adam çıkıp Hubble teleskopuğa bunun içindeki optikalik asaplarını almıştı olan. Cemi tütkütünde almıştı oldu alırkılar. Her katım işkeden çıkıp düştü ağımı 2 milyar dolar pul gidiyor onunla. Anda o 2,14 metrelik eynegi var ki, ma 6,5 metrelik eynek yani. Şu ikisindeki farkı pek çoğun. Mavi teleskopniki iktidarı Hubble'ı karagançadımı yüzeysideki yukarı yani. Şuna tunji qatımı ötken resimlerindeki bir çoğun adaylığı şu yerde. Burun kürüp bakmagan inişki yerleri kainatniki. Elbette bu katım köger rayon inten küçük bir rayon. Onu nayeti bir çoğun kumluktaki bir tal danca, kum dancısı da düşersek bulurdu. Kainatdaki intayı bir küçük bir kısmı yani. Lekin burun tatlıgan resimler fakat göstermeyen neslerini intayın iniş tatkallığı için bu kadar yer şarkı kaygan resimler pek çoğun dünyada oğul kozgıdı. Andi bu fakat bir başlanışı. Bunundaki yeni neslerini anlayımız bu hafta. Kainatında neler bağlı doğruluk. Eğer sorular olsa soranlar kılırım mu? Andikin Mavi Hubble 5-600 kilometre o değil mi? Ne bir sayılık?
Bizden jirakligi. Nimisini deysiz? Bizden jirakligi. Yer şerden jirakligi. Çünkü adam çıkıp remote kıla alaydı onu. Aşağı kılalaydı. Managa ma 1,5 milyon kilometre jiraklıkta biz bunu remote kılış imkan etdimi? Yok. Şu hozircha o gapni anglab boqmadim. Remote qilish qilmaslik. Kabulniki yem qo'yib qo'yganda ishlamagan u. İşlemay meni shu NASAga xizmatga olgan adam. O chog'da bir guruhning boshlig'i edi u kishi. Shu Kabulning chattig'ini tepib, uni o'ngshaydigan ishlarga qatnashib ekan ayni vaqtda. Bizningki guruhi qilgan shu Dolqin frontini o'lchab, uni tuzlaydigan komandamiz buyruq chiqarish aynakka. Shu ishni qiladi bizning guruhdagilarda. Shu ayni vaqtda shu guruhning boshlig'i David Roden deb meni xizmatga olgan chog'da eng muhim rol o'ynagan odam shu. Shu odam Kabulniki shu masalasini tepishga qatnashib ekan. Qatnashib keyin uniki masalasini tepib, uning ichidagi bir optikalik loyiha xato bo'lib qoldi ekan. Parametr xato bo'lib qoldi ekan. Shuning bilan 90 yilda qo'yib turib, uniki ishlamagandan keyin tushgan rasm tutuq deb uchiq rasm yo'q. Shu masalasini tepib keyin optikal modulni yangidan yasab, ikki odamni chiqarib, bunisini evitib, yangisini sog'gandan keyin 92-yildan boshlab ishga tushibdi ekan bu Hubble teleskop. Yani teleskop tutuşaman mani yasashni boshlab turganda bo'lsa 92. Shunday qanday. Hamda bu bizning darda hozirmi o'yna necha teleskoplarni tang laylayotdi. Men bu birisini ishlayapman hozir. Taqib planetani topadigan teleskop. U 6 metrlik teleskop. U qachonlik qarab chiqaramiz uqmaymiz. Lekin bu jet ishlar nayta taraqqiyot qilyapti. Nayta NASA'ning ichida bir shu qiziqarli tema. Endi mana teleskoplar yolg'izlik tashqi planetalarni tepishlar emas. Ish kun bunga hozir kainotni kontrol qilib turayotgan yoki tashkil qilib turayotgan ikki cho'ng narsa bor. Qarang'u energiya, qarang'u jism. Mush narsa zoti nima? Ashun xususiyatini tushunish uchun dunyoda nurg'un fizik olimlari mushiyati tadqiqot olib beryapti. Bu James Webb Alan teleskopining muhim bir vazifasi bu sohada. Shu qarang'u energiya bilan qarang'u jism zoti bu qanday narsa? Ashuni fizikalik jihatdan tushunish, tushuntirish mushahada bir qism ishlarni olib borildi. Andaki bundan keyin yasalgan teleskoplarmi, masalan, tashqi planetlarni topadigan teleskop degan taqdirdami, asodim vazifasi bor ularning. U sohadagi ishlarni tanqid qilmoqchi. Hozir endi shu koinotni kontrol qilib turadigan fizika bir umumiy nazariya bor degan qarash bir qadar kuchli. Bu nazariyatda o'tirib chiqib bo'lmaydi, ammo shuni izlayotdi kishilar. Ash nazariyatni topgan odam cho'qim Nobel mukofotiga erishadi. Shunga ufqlar kelgusida ash narsalarni ko'ngilga pikib diqqat qilinglar, sohada nima yangiliklar bo'lyapti degan narsalarga. Evet, yaxshi tushuntirdingiz. Andin nima uchun Ersman shaklda bo'ldi deydi. Bu Bilal ashta so'rabdi andikin. teleskopmi? Aynaklar. Aynaklar. Bu abaytaman degandek, agar undan diqqat qilsangiz, sanıqlı oldu. O 6 burcaklik aynakdan 18 var. 18 var. İşte bu başka en çetedeki 6 burcaklik aynaklarniki şu burcakları şüphetli turup kalgan endi. Bu doğruluk ben mesela hozir kompüterde hesaplash yaparman. Muştaq şekildeki aynakniki teleskopning ichida bir jumlaq maskadan birini ishlatib teleskopning ichida qirg'oqlarni jumlaq qilib qo'ygan yaxshimi yo mushbatda turvaga yaxshimi deb. Endi agar jumlaq sirtini to'sib oldigan faqat nur jumlaq chamrakni ichida yutalaydiganlar bir narsa qilsak, bu asosiy aynakniki yuziniki hajmi demaymiz, surface area deydi inglizcha. Bu ishni lekin ma yüzüneki çok kichilgan, kichilib ketadi biroz. Hozir qaragan chog'da. Shunga ba'zi sohada, masalan, men qilayotgan bu tashqi planetdan topadigan sohada bundaq burjiga tursa biroz ziyonliq.
bu İngilizce diffraction deydi. Nurni diffraksiya qilib etib, biz yulduzning nurini yo'q qilib etib, planetda topadigan rayonga bir qism nurlarni kirgizib qoladi bu qirg'iqqa. Shunga ba'zilarda biz teleskopni mushtaq loyilab, olti qirliq aynak bilan, lekin teleskopning ichida buni qirg'iqini to'sib etib, ani qirg'iqini buni jumla qilib qo'ydigan ahvol bor. Aştım bilan muafalımız seçtirip ikisini qasi yaxshiroq ishlaydi degan narsani tekshiramiz biz. Men shu ishni qilaman masalan. Ma teleskop bu tashqi planetlarni topadigan teleskopdek undaq u jihatda talabak yuqori emas. Shu buni mushbet qo'yib qo'ygandan. Shunga kelgan har kishi o'shagan narsa shu 6 qirliq balla aynaklarniki qirlari var. Ma 18 aynakni balla aynak desak bo'ladi endi. Shu 18 aynak birlashib asos aynakni tashkil qilgandan. Bunun hareketlerin intayin kiçikken burun okuğa vaxtımda Aslında mikrometre seviyesinde hareketler mikrometre seviyesi. Unudum da ama. Tuan, ma aynakniki her bir balla aynakning shakli o'zgarmaydi, lekin buni oldiki ayniga qil oldu, yan to'qil oldu, yan to'qil oldu. Buni İngilizce 6 degree of freedom deydi. Bu 6 degree of freedom degani oldikaniga mağdur oldu, yangi mağdur oldu, bunda express. Aş yüzde turup 3 erkinligi var. Oldikaniga, yanga, express bunda mağdur oldu. Ondan yine 3 erkinlikte bunu çörgülü oldu. Mesela bunda qıldı, bunda qıldı, ondan bunda çörgülü oldu bunda. Şuna bunu 6 degree of freedom deydi. 6 erkinlik falan hareket qıldı oldu muayeneklerini. Hazır ben Yemir teleskopniki işlemi kuvvetimen abad degan emas Yemir teleskoppa. Onun umum işte 6 qırlıq aynağı var. Muşu her bir 6 qırlıq aynağının üzüde şu aynakning shaklini o'zgartiradigan narsa haqida. Uni elektrolog signal bersin bilan ishtirib, aynakning yuzining shaklini o'zgartiradi. Shunga bundan keyin men qilgan ishdagi birisi ashtaq aynakning shakli o'zgaradigan qissa ma'ni burun qo'li sechganchada unumi qanchalik bo'ladi degan narsani qilmoqchi. Hozirgi shakli o'zgaradigan aynak degan bir aynak bor, bu deformable mirror deydi uni. Bizdeki hozir ishlatganlarimiz kichik, masalan 30 santimetr yoki 60 santimetr 60 santimetrlik jumlaq bo'ladi, kichik bo'ladi. Odatda 60 santimetrlik aynakda matrapda 64 meyz 64 64 64ni ko'paytsangiz bo'ldi. Aşınçlar jiq o'zgaradigan narsa bor, to'qqilar o'zgartiriladigan. Shunga nurini uyg'on aynak bilan yig'ilib, uni teleskopning ichiga kirib, ichida kichik bo'lgan yerda shakl o'zgaradigan aynakni ishlatib, to'lqin frontini o'xshaymiz biz hozir. Endi kelgusida undan boshqa shu asosiy cho'ng aynakdimi? Aynakning shaklini o'zgartiradigan qilsak agarda, hozirgi seçtiğin joyda uning unumi qanday bo'ladi degan ishni qiyotimiz hozir. Men qiyotaman ishni. Shunga kelgusida albatta biz ko'rgan shu 6 qirliq aynakniki yuzniki albatta men degan 6 erkinligidan boshqa yine nurg'un erkinligi bor bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi aynaklarniki 300 actuator deydi, uni actuator degan signal bersin shakli uzunluğu o'zgaradi. Uzunluğu o'zgarib, shu bilan aynakning yuzini o'xshamagan taraflarga ishtirib, uni shakli o'zgartiradi. Shu texnika bilan birlashtirgan chog'da qanday bo'ladi degan narsani biz hozir qilayotgan ishimiz shu. Ben şu işin içinde hazır. Hazır ben slaytga bir bet qo'shib qo'ydim. Hozir ichilyapti. Baktım. Hubble bilan James Webb'niki selishtirmasi. To'rtinchi. Ben keyingi bet qo'ymayman. Ben orada siz bayam degan tarixlarni debdi. Şu. Biz odatda teleskopni seçtiğin çağda asosli aynak bilan selishtiramiz, chunki kichikligini uchun. Men ko'rganimizdek, o James Webb'niki aynagining tuzroq qirg'ig'i bilan qirg'ig'i bo'lgan orlig'i 6,5 metr. O Hubble'niki 2,4 metr.
asaslı aynı. Şu an ikisindeki farkı yaşında. Demek 3S etrafında. Evet. 3S'e yakış kessin çoğunluk. Üç yaşıga yakın. Yakın, ha. Onda başka mağluqı temperaturasının farkın beş çoğunken o üst tarafındaki aynak bilen ast tarafındaki avu. Doğru. Onu kadar Onu asasen soğutudu aynaklarını. Künni etek bile yapılması da bir gap var uğurça. Künni yapkandak bir iş kıptam diyette. Aşındak. Onu aşağı kımısa nurgun zapçasava işlemeydi normal işlemeydi. Bulup en mühim neyse şu biz detektör deyimiz. En ahırda bu gerçi 6 metrelik teleskop olsun ama bu nurunu biz küçültüp bara. En ahırda şu bu bizim kolumuz götürülen kameradak aşağı bir çip deydi andi. CCD kamera koşuş kameralar var şu. Andi ma teleskopun alaylığı mesela James Webb'niki qarasаңыз bu intayin çoğun dairede işleydi. James Webb alam teleskopi 600 nanometrden 28,5 mikrometrgacha bo'lgan oraliqdagi elektromagnet to'lqinlariniki hammani qabul qilaydi mana. Ko'ralaydi. To'lqin uzunluğuna gapim bu. To'lqin uzunluğuna gapi. 600 nanometrden 28,5 mikrometrgacha. Bu hozir qadar har qanday teleskop qaragancha bek cho'ng doirachi bu. Boshqa bu nurni ang oxirida nur signalini, fotonni elektr signalga aylantiradigan narsa endi. Ash narsani agar sovutmasa ishlamaydi o bir qism to'lqin uzunligida. Shu yeri intayin qiyin texnikaning birisi endi. Ama Hubble amaliyat yizda gibi siz de bu anlık. Şuna Hubble'niki bazı yerini nitrogen gazı bilan nitrogenga bek soq narsa qilsa. Bütün odatda biz soğutmoqchi bo'lgan narsalarni shu nitrogen so'timiz, lekin cryo cooler deydi, yana bir narsa bor. Hubble'da mushkulsi bor ekan. James Webb'da cryo cooler ishlatar ekan. MIRI degan bir hisobi bor. Başka tamirsin tatlısı şetken aslında ki birisi şu. Umu şu Cairo kulübü soğutur diken. Kayırı pasif diken soğutmasın bu diken. İşte aş kısmı intayin tersende. Kameranı soğutmasa olmaydı. Kameranı soğutmasa o nur signalini elektrik signalına aylandırılan asfalt normal işlemeydi. Çünkü aş saha bir kıyın sahanın birisi şu. Bu nasıl manada Hubble'niki mo'ljallangan ishlash vaqti men ishlayotgan 31 yildan beri ishlayotdi deb to'g'ri. Hubble. Peki bunu da qisqagan to'g'ri. Aslında çıkartıda bu da uzak işleydi de çıkarmagan. Çıkarmagan ömrünü uzatıp oldu ne çıkarttım. Şu anlık hareketim adam çıkıp bir narsa almıştırgan vaqtida şu işlemeyen bu qanasını almıştırıp ki. Şu hazır kadar bunu pensiyaga çıkarmay işletip atadi. Yani bundan keyin mening farzimcha bundan hamda qaytadan bir narsani almashtirmaydi Hubble'niki. Nimishqa desa Hubble'niki qog'ozlarning hammasini James Webb qilaydi. Hubble'niki to'lqin uzunligi 115 nanometrdan around 1 mikrongacha ekan. Hubble'ningchi. Ko'rgan to'lqin uzunligi 115 nanometrdan 1 mikrometrgacha ekan. Shunga James Webb degan 28,5 mikrometre işleydi. Şuna Hubble'niki bütün fonksiyasını kılalaydı. To'liq ölçüge ketgan olsa. Kichigi demek kichik, cho'ng demek cho'ng. Kichigi animini ya kichigi nimaning kichikrak ekan, Hubble'ning kichikrak ekan. Hubble'niki kichigi o nima UV deymiz. Zirapshan nur. Zirapshan 115 nanometrlik tarafı bor ekan. Binafshi nur. Bu Hubble'niki 600 nanometreden başladı ekan. Hozir endi yeniden yaslanayotgan teleskop, mesela mana shu atgan bir teleskop bor. Uni shu nimada Zarafshan nur tarafini ishlaydigan, lekin shu 200 nanometrdan 2,5 mikrometre ishlaydigan teleskoplarni laylayapmiz hozir. Bu asosligi tashqi plandan topadigan
Andikin şu yanında şekillenatkan planlarını kurduğundan aşağı teleskoplar. Şu o sırada Bunun vaktimiz. bunun dolukuzluq çoğunrak ki. Ee, Mayada enerji skupta obrit alik meşgulat operatorsa üstüdeki James Webb-ning minus 230 ve 230 yani alik mutlaq 0 gradusqa xilal yaqin kan wa. Üstüdeki Hubble'ning 28 gradus bu öy temperaturasi degidekli bir temperatur kan. Doğru. Endi mana shu kelgan 5 ta rasmni bizga bir tushuntirib qo'ysan, butun dunyo nimishqa bu butun shuni rasmlarni yedim qilishdi. Şu mağarasında hani bu kırınıvatkan her bir çikitek nesle saplam galaksi bula. Hemiz galaksi degenini yıldızlar topi dep düşünsek mi buludu. Aşağıda birisi bizimki Samanyolu galaksi bek oşaydı az yakın geldiniz yine. Samanyolu galaksinin o nimige oşaydı. Purjun Sıman deyimiz biz. Onun da bütün galaksinin yüzü merkezi bilen asla ayrıldı bu. İntayın asla ayrıldı. Şu aylağa vaktinde kudu bir suyun içinde su pikirsa onda bir dolgun şekilde pürcündekten şekilde bağın. Şunun bazılarının kögülü olurdu. Anda meyada bu yerdeki galaksilerindeki galaksi taksi oşaydı. Da taksi oşaydı. Lakin bu hemisi Katar'ı tızlığa emez. Meyada birisinden da tızlığa emez. Mabes bınaktırdı, yemis bınaktırdı. Ata boğaçka her xil şekilde turup kalgan boğaçka bula. Bu mağarasının köye vaktimizde saat şekilleri okşamaydı birbirisiyle. Lakin galaksilerindeki köpüncüsü biz taksiga okşaş endi. Kişiler kalgan galaksilerindeki ölçemlerini to'liq e'lon qilib biraz qilmaydi. Agar bizniki Samanyolu galaksiga qarasanlar, Samanyolu galaksiniki diametri yoki ma tarafidan ma tarafgacha bo'lgan og'irlik. Eng uzun og'irligi 100 ming bilan 200 ming nur yili og'irligida. Aniki buning qalinligi 1 ming nur yili bilan 2 ming nur yili og'irligida. Demakchi, qalinligi bilan kengligidagi farqi 100 ming asa. 100 ming asa farqi bor. Aşağı boşqa şuna qarsanlar ba'zilar bundaq tuz siziq ko'ringan siziq bo'lmaydi. Yana bir ko'rsatma, yana birisida bir galaksiniki 40 ko'rinib turgan galaksi bor. Uni ma'rasida ba'zilarniki 100 bo'yicha ko'ringan, ba'zilari qipash turib qolgan, ba'zilari ko'ringan. Anandikin galaksilarniki hamisi chambarak simon emas, so'qchoq galaksilarmi bor ekan. So'qchoq galaksilarmi. Ana şu mayada asas kurayotgan narsamiz şu galaksiyalar, aniqlik darajasi yuqori darajadagi galaksiyalar bilan kurayotganmiz. Ana bu yerda bir ozroq sonni deb qo'yay. Burun bu degandim, yangidan anglayotgan qarindoshlarga. Koinotda hozir qanchalik galaksiya bor degan savolning javobi hozir 200 milliard bilan 2 trillion o'rtasida galaksiya bor deydi. Burun 200 milyar deydik ta ki yakın kadar, yakın 5 yılın aldığı 200 milyar tek galaksi var deydik kainatta. Ve yakında yine kişiler yine bayqab, biz bunu oylagandan köpke galaksilerin sani 1 trilyon bilen 2 trilyonun alığı diyen gap var. Endi bizniki şu Samanyolu galaksinin yüzdilamken 100 milyar bilen 400 milyar arasındaki yıldız var. Bir galaksiyada. Biz turvatkan Samanyolu galaksiyada 100 milyar bilen 400 milyar arasındaki yıldız var. Muş arkalık endi kainatındaki qanchalik çoğunluğunu paras qilib baxtlanan buludu. Ananikin hozirgi teleskop bilan kainatniki hargiz büjükiga bag'cha ko'gili bo'lmaydi. Hani kişiler hesaplab жүрүp ölçügülü bulunduğun kainat degen bir uqumni chiqadi. Ölçügülü bulunduğun kainat. Ölçügülü bulunduğun kainatniki eğer ölçüyelsek eğer uzada qancha çoğ degan savolga berilgan javob mening esimda qolishicha 97 milyard nur yili. 97 milyard nur yili keladi ölçügülü bulunduğun kainat deydi. Yani onun sırtından nima bor degan narsani uqmaymiz. Uqmaymiz. Yani malalarning hamiski ko'pinchisi
islab chiqqan narsalar olam teleskoplari James Webb'dek xilli bir yerga borishga ko'ydi uni. Xilli bir yerga borishga ko'ydi. Anda bir narsa esimizda bo'lishi kerak. Hozirgi eng jiroqni ko'ra oladigan teleskoplar aran 13 milliard nur yili kelgan yerdan ko'ra oladi. Sababi nima desanglar? Çoğun partlaş 13,7 milyar yıldan burun bo'lgan çoğun partlaş. Şu çağda çoğun partlaş bulup o nurlarniki menvatqiniga hozir 13,7 milyar yıl oldu. Andi kaynat kengayotganligi uchun partlash miyada bo'lib, bir qism nurlar matarafga, bir qism nurlar mana manga vaqtida ishga ko'paytirish kerak aslida. 26 26 bo'lish kerak endi. Demakchi, aniki kaynat kengayotgan bo'lg'achqa, nurning biraladigan orligi endi biroz kengaydi albatta. Menvatgan poyezin üstüge chiqib yanmagandek bir ish yo'q. Taş bo'ladi. Ayta boshunaqdimi, endi hozir biz bundoq tafsilroq rough deymiz, sal taxminroq o'lchasak, hisoblасakmi shu 30 milyar nur yilining atrofini ko'rib bo'lmaydi hozir. Qancha qilsakmi. Lekin bizning teleskopimiz kainotning 40'ida emasda, biz 30'lik bir yerda. Ashta bo'g'ashqa uniki yerimi, masalan, 15 milyar nur yili necha orliqni ko'ra olamiz deb o'ylasak bo'ladi. Shunga Marsga qaytib kelsak, buningda ikki narsa NASA'dagi yangi chiqarish ikki narsa bor. Birisi shu galaksiyalar, aqlli galaksiyalar. Andan keyin oyada oy shaklidagi bir yay bor. Bir necha yaylarni ko'ramiz buningda. U emas. Mama keyinsiz. O'ng tarafdagi, yo'ruq narsaning o'ng tarafidagi cho'ngroq. Shu. Mama. Shu. Mushu yaylar nima desa, mushu kainotdagi qarang'u jismdagi tortish kuchidan paydo bo'lgan. Shu tortish kuchi lenzisi deymiz biz. Lens deganni uyg'urcha lens deymiz mana. Kameralar degan. Lens deganimiz shu nurni bir yerga yig'adigan narsa bu. Mushu kainotda albatta men degandek qarang'u energiya bor. Andan keyin qarang'u jism bor. Qarang'u energiya bütün kainotni mushtaq bir shaklda tutib turayotgan energiya. Bu kainotdagi 68%ni tashkil qiladi qarang'u energiya. Agarda kainotdagi mush galaksiya bu narsalarni bir narsa tutib turmasa, shu ko'rayotgan chekitlar bizga qalaymiqan menib, bir-birlaridan usishib degandek nurg'un ishlar bo'lib ketadi. Ben tünegunki o'zimning videosida bir sharni puflab turib ko'rsatib qo'ydim. O kainotdagi kengayishida bu sig'imi cho'ngaydi. Bundoq sig'imi cho'ngaydi. Lekin ustidagi chekitlardagi o'rni, nisbiy o'rni o'zgarmaydi. O'xshash. Turdi bir bilan jiroqlaydi. Jiroqlaydi dahmog'adi. Endi bu nima sababdan desa, shu bir qarang'u energiya bo'lganligi uchun bu jismlarniki taraf ketishiningki oldini yo'qotgan narsa bu. Chunki bu 68% egallaydi kainotniki. Qarang'u jism 27% egallaydi. Kainotniki qarang'u jism bu qarang'u jism deb atlab qo'yishga sabab hozir biz ko'rayotgan mush jismda bir galaksiya bilan yana galaksiyaga bo'lgan orliqlardami qarang'u jism bor. Bu qarang'u jism ko'z ko'rinmaydi. Süzük. Xuddi aynakka o'xshash. Lekin ashtaq nurlarni ig'ita oladi. Tortish kuchi bilan-da. Ashtaq bir narsa, bir sirliq bir narsa. Buni xalqlarga aniq tushunib bo'lmaydi hozir. Chunki balki qarang'u ismlarning quyilib qilishi, jismning qarang'u deydi desa, ko'z ko'rinmaganligi uchun. Ko'z ko'rinmaysa qop-qorong'i ko'rinmaganligi uchun bu qop-qorong'i ko'rindi, lekin süzük yana. Atrafdagi narsalarni to'sib olmaydi-da. U o'talaydi. Mushta qarang'u jismniki tortish kuchidan paydo bo'lgan yay. Buni nurg'un kuchlarni tushundirmak sal ta'sirli narsa. Biz nima bilan teleskop bilan kainotni kuzatgan vaqtimizda
Kainatdagi hamma nurlar kirmaydi bizning teleskopga. Uning bir doirasi bor, kiradigan endi. Mushuning ichida Mao Galaxy, ma qorong'u jism, ma Galaxy ma qorong'u jism bo'lsa, bu qorong'u jismning nuri hamma yo'nalishlarga mang'idi bundaq, taraf-taraflarga mang'ib turdi. Ma Galaxy'ningki nurida bu ma qorong'u jismniki tortish kuchi bilan bu nuri egilib, miyadagi bunda egiladi, miyadagi bunda egiladi, ostida bunda egilib mang'idi. Shu teleskopga kirgan qismi qarasa, bir yoyib qolgan. Yoyib qolgan. Endi bu nuri egilgan chog'dami, egilib nurg'un taraflarga ketib qoladi, yana keta qoladi. Qolib teleskop kirmaydi. Faqat ash teleskopga to'g'ri kelib qolgan bir qismidan kirdi-da. Ashta boshqa bir yoyib ko'rindi. Shu Maris'imda şu yaylardan bir qanchasi bor. Buni burun Hubble'mi tatgan, vaqtımın ayeti uçuk tattı, aniki asteroid'min bir qanchasi bor. Mush yaylarniki hammasi qarang'u jismniki tortish kuchidan paydo bo'lgan hodisa. Shunga mush rasmda qarang'u energiyaning roli bor, qarang'u jismning roli bor. Mushaniki netincisini ko'p turyapmiz endi. Shu bir joyda aytganmiz. Bular sen boshqa savollar bormi bular? Yaxshi tushuntirib qo'ydingiz. Mayda bekrak chaqnab turgan 5 yulduz nurlar teleskopning ishimida ma'lum demoqchi. Shu men ba'zanlar so'radi buni. Agar uyinglarniki darajasida tor bo'lsa, tor bo'lsa, tor bo'lib qolsa, oqshimsiz darajadan sirt qarab yiqinglar, bir chiroqqa. Chiroq qarsanglar, mana shu narsani ko'rsizlar. Nurlar chiqib qolganda. Yo'q, yulduz bak chiroqda uning yulduzda ko'rinmaydi. Ma uyning atrofida chiroq olib qolsa agarda, derazadagi sim tor orqali chiroqqa qarsanglar, mana shu narsani ko'rsizlar. Shunga buni ikki xil, buni keltirib chiqqan ikki xil ahvol bor. Birisi shu galaksiniki oldidagi nur yutayotgan muhitda shundoq nurni to'sib turib diffraksiya hodisa paydo qilayotgan narsa bor. Galaksiyaning oldida. Yana birisi teleskopniki albatta sizlar ko'rgan har tishli qirg'oqlar bor-ku. Teleskop. Shu har tishli qirg'oqlarmi ba'zi ashadasining paydo qilgan. Qirg'oqlari. Shunga bu albatta kechib chiqqan nurlar u qandaqdir galaksiyalardan yoki yulduzlardan chiqqan nur emas. Bu shu oldidagi muhit bilan teleskop paydo qilib qo'ygan hodisa. Diffraksiya hodisasi, diffraction deymiz biz. Biz o'ttir maktabda to'lqin diffraksiyasida o'rgangan bu. Shu narsa. Ders kitob, fizik kitoblarimiz, to'lqin fizik kitoblarimiz to'lqin diffraksiyasida bor. To'g'ri. Ma'laqi tunji tarqalgan rasm shu. Shu Max 0720. Andin ma tartib bilan tushuntirib qo'yamsiz. Baqilay. Buni nebula deydi. Nebula degani yulduz tumani. Buni burunmu ancha-muncha necha teleskoplarda, olam teleskopidan nechasi bor aslında. U bu tutgan rasmlarni kirishtirib yurib, o'sha rasmlarni hisob qilgan burun. Maqatim buni butunlay shu James Webb bilan tatdi. James Webb'dagi bir necha asboblar bilan tatqarasam bu. Bunun ichidagi infraqizil nur teleskopi bor bunda. Asbobi bor. Mush asbob odatdagi ko'rinadigan nur teleskopida qarasak, biz faqat eng sirtidagi postini ko'ra olamiz. Ishini ko'ramaymiz. Infraqizil nur teleskopida ishini ko'radi. Shunga Maris'ni shu ikki xil apparatni birlashtirib tatib chiqarasam, bu nima desanglar, yulduz tumani Mao bir yangidan shakllanayotgan yulduz rayonidagi yulduz tumani ekan. Mishada bir yangidan shakllanayotgan yulduz bor ekan. Bundaq ne bo'ladi degan narsa yulduz tumani yulduz yangidan yasalayotgan, tug'ilayotgan vaqtida bo'ldi ekan, ulkatgan vaqtida bo'ldi ekan. Mao tug'ilayotgan vaqtidagi ne bo'lar ekan. Yemrisi var, ülketken yulduzdan çıkan ne bular var. Mao tug'ilayotgan yulduzdan ne bulası. Ama
Saz, sazın Mavu man demiş mi? mavu maşkisi aslında bir narsa ikki xil apparatga tatgan. James Webb teleskopidagi ikki hisobga tatgan. Buningda agar o'ng tarafdagi eng markaziy qarasanglar ikki yulduz Kichik. ko'rsatadi. Ikki yulduz Miyet ko'rsatadi. görünetmez. Bunu çoğun resimge almıştırıyor. Birisi sal Telefonda qizg'ish, görmeslik mümkün. birisi oqroq, birisi qizg'ish. Ha, Qizg'ish mana. yulduz, qizg'ish yulduz hozir portlab o'lib ketayotgan yulduzga. Bak kızgış Mavu deganimiz mama ha. Ha. Aşı qizg'ish yulduz hozir portlab o'lib ketayotgan yulduzga. Atrofidagi yulduz tomoni shundan kelib chiqqan. Albatta mana ikki yulduz bir-biriga tegib turganda qilgan bilan bu ikkisini orlig'i bor, xili bor orlig'i. Başkasının aralığına küçük noktanın var. Ha. Orlig'i. Bu chunqurlik tarafidan hali farq bor bularning o'rnida-chi. Ha. Lekin bu yerda masalan, birisi ayada oldi kanda bo'lib qolsa, ikkisi bir yerda turganda ko'rinib qoldi emasmi? Üstümüz düşüp kalganda. Mavu o'lib ketib qolgan yulduz. Abeksi to'layotgan yulduz, o'lib ketib qolgan yulduz. Shunga bu rasmni hergiz bundaq darajada tatbiq emaskan burun, shunga bu mo'jiza ko'rinish bo'ldi. Bununki orlig'i xili bor-ku, arlıqlar maya tepsili uçuruyor o'xshaydi. Shu orlig'i bor. Teximce uçur deb mayet bir bit. Bu ikkisi qarab boqaya. Buniki birisi 8500 nur yil jiroqlik ekan. Karina abatni tug'ilayotgan yulduz 8500 nur yil jiroqlikda, undan keyin o'lib ketib qolgan yulduz 2000 nur yil jiroqlik ekan. Bizdimi yoki bizdan yashardan. Demak, mushu ko'rinishlarning hammasi bizniki Samanyeli galaksiyasining ichidagi ishlar degan gap. Mening farzimcha. Agar yon tarafga mansa chiqib qoladi, yon tarafga mansa 2000 dan 8500 chiqib qoladi. Hemen maya 2500 maya taxminan 2500 yorug'lik jiroqlikda. Debdi. Şuna bu mar ikki parça resimdeki olaydagi shu bu nebulalarning resmi birisi to'layotgan yulduz, mavi o'lib qolgan yulduz, abadiy oldi ko'rganimiz taqqa o'xshaydigan. Bu to'layotgan yulduz. Niki yulduz tumanlari. Bu endi ma'nosini ko'rinadigan nurda ko'rib olmaydi. Masalan, agar ko'zlar qarasak, ma'nosi ko'rinmaydi, masafalqi infraqizil nur tatgan narsa ma'lum. Taqqa o'xshaydigan, bulutga o'xshaydigan narsa. Yani bizning telefonlarımızga o'xshash kelgan uçurlarni, dijital holatga kelgan uçurlarni bu narsalarni o'tkazib, hisoblashlar orqali rasmga aylantirgan nima bu? Ashtaq o bizim telefonimizdeki kamerası fakat şu ko'rinadigan nurni ko'radi. Ko'rinadigan nurni ko'radi. Nima 750 nanometrgacha ko'radi. 400 dan 750 nanometrgacha. Ma'lumotlanmalıqı infraqizil nurda tatib qarasam. Tatib bo'lgan ekan kompyuterda menga shakl berganda. Aslida bu bulutlar bor, lekin ko'zi ko'rmaydigan bo'lgani uchun, ko'zi ko'rinadigan qilish uchun uni boshqa ranglarni berib qolgan narsa. Yana birsi bitmoqda. Bu mavi endi bu nima ekan desiniz? Bu 5 galaksi rayoni degan rayon ekan bu. Bu rayon aslida bayqalg'ili 150 yil bo'libdi buningga. Bu bek yo'riqga koinotni, butun koinotni tekshirib yurgan vaqtida mushu 5 galaksi bor rayon intayin kuchli yo'riqga bu. Hatta bu boshqa buningdan 150 yil burun olam teleskopiga chiqmagan, sun'iy hamrohlikda chiqmagan vaqtda kishilar yer yuzidagi teleskoplarni topgan ekan, 5 galaksiyani. Topgan ekan, endi bu lekin shu yerda shunday bir yo'riq rayon borligini topgan ekan, muhaqqatim bu alaylik nima desanglar, bu 5 galaksiya uningki tafsiloti aniq rasm tortildi degan gap. Buningda bir necha cho'ng alaylik bor. Bu o'ttirda turgan
o'tirdi Hmm. turgan ikki galaksiya bu. O'tirdi turgan ikki galaksiya. Bu ikki galaksiya so'qishib ketibdi. So'qishgan galaksiya ekan mana ikkisi. Şu Maaş ikisi kısmı o ya ki. ya şu en o'tirdagi yo'q umuman emas. Bu yerda 5 galaksiya sizda bo'lsin. Meyet maaş kısmı. To'g'ri, ash ikkisi. Ash ikkisiniki so'qishib ketganligidan intan kuchli nurini chiqarayotgan rayon ekan bu. Bularniki orlig'i bizdan xil jiroq. Buniki eng yaqini 39 million nur yili. Eng jiroqi 340 million nur yili. Bizden jiroq bular Samara galaksiya emas degan gap. Bu koinotning boshqa qismidagi endi. Shunga mana ikkala yulduz so'qishib, intan kuchli nur chiqarayotganligi bo'lgani uchun yer yuzidagi teleskop bilan bundan 150 yildan burun bayqagan ekan bu rayonni. Lekin nima bor bu yerda aniqlik ko'rolmayapti ekan, muhaqiqatan James Webb teleskop bilan bu aniq ko'rildi. Shunga ikkisi so'qishayotgan yulduz. Andan keyin eng yuqoridagi yulduzlarning galaksiya. Eng yuqoridagi galaksiya bunun o'rtasida intayin cho'ng qora o'nkir bor ekan. Mana bu rusumda qora o'nkir o'zi ko'rinmaydi ekan, lekin shu olimlar bularni rusumni tekshirib, tadqiq qilib yurib, bunun o'rtasida intayin cho'ng qora o'nkirniki borligini jazmlashtiribdi. İntayin cho'ng qora o'nkir bor ekan. Bu o'nkir bu qora o'nkirniki eg'irligi bizniki kunniki eg'irligiga solishtirgan chog'da 24 million asla eg'ir ekan. 24 million asla eg'ir ekan. Anikin bizniki kun bilan solishtirgan chog'da 40 milliard asla kuchli nur chiqaradi ekan. Endi nurg'un kishilar qora o'nkir desa, bu hammasini shu raqqa ketadi degan uqumni o'qidi nurg'un kishilarimiz. Lekin bu necha bir 10-15 yillarni oldida bayqalgan bir ahvol nima desa, bu qora o'nkirlar atrofidagi butun narsalarni shumirib akib ketib, o'nkirning qirqida inson kuchli nurni etib chiqardi ekan sirtqa. Xuddi og'ziga suv evilib purkib chiqarayotgandek. O'tirisidan kirib turdi ekan, shumirib olgan narsalar, hamma narsalar nurdan tortib. Lekin qirqida buni purkib chiqardi ekan sirtqa. Shunga ma qora o'nkirniki sirtqa purkib chiqargan nuriniki kuchligi bizniki quyosh bilan solishtirgan chog'da 40 milliard kuchli. 40 milliard. Shunga cho'rsidagi xuddi tumanda ko'rinayotgan narsalar, shular shu qora o'nkirniki ta'siridan bo'layotgan ahvollar. Shundaydi. Andan keyin ma bu sol tarafdagi galaksiya. Bu galaksiyaniki ko'rinishi koinotniki umumiy ko'rinishiga intayin o'xshaydi. Koinotda cosmic wave degan bir narsa bor, cosmic wave. Shu koinot to'lqini degan to'lqin. Mush to'lqinni o'lchab chiqdi kishilar. Uni o'lchab chiqqan bir odam John Maher degan NASA'niki Goddard olam uchish markazida ishlagan odam u. Bu odam bilan ko'rishgan men bir tushgan rasmim bor, mening qizim uchun tushgan rasm bor. Shu odam Nobel mukofoti oldi, shu koinot to'lqinini o'lchaganligi uchun. Shu odam o'lchagan koinot to'lqini mush galaksiyaga o'xshaydi. Tuxumga o'xshash, koinotning shakli tuxumga o'xshash, ichidagi ahvollar shunga o'xshaydi. Shunga galaksiya o'zi shu butun koinotning shakliga o'xshaydi ekan deb qaralyapti. Shu nuqsadami bu bir qiziqarli tema hozir. Kishilarni hayron qoldirgan ahvoldan birisi shu. Shu Marsda asosan shunday aloqalar bor. Rahmat. Sizlar tushuntirib qilyapsiz. Manda bulduk. Mayda bir mavi grafikda ko'rdim bakmayda. Bu nima desangiz, mushqatim James Webb olam teleskopida bir tashqi planetlarniki xususiyatlarini o'lchadi.
hozirga qadar tashqi planetadan meniki bilishimcha 4000 jiqni tep bo'ldi hozir. 4000 jiq tashqi planeta tepilib bo'ldi, lekin ularning temperasini ölçülmegen. Endi bunda bir ahvol var, bunu tushuntirib qo'yasiz agar. Biz hozir tashqi planetani izlayapmiz. Masalan, men shu tashqi planetani topgan teleskop yasayapman. O tashqi planetani topgan vaqtimizda uniki ko'rinishi hargiz bizning yer shariga o'xshamaydi. Ular bek shiroq bo'lgani uchun bizdan. Lekin biz o tashqi planetalarning hammasi ana yulduzi bor. Yulduzning atrofida aylanadi. Quyoshga o'xshash. Quyoshga o'xshash. Lekin u tashqi planetalar bek shiroq. Masalan, bizniki aşmış ko'radigan yulduzlarniki bizga eng yaqin yulduz bizdan bo'lgan orlig'i 4,26 nur yili jiroqlikda. Biz trilyon kilometr. 30-40 trilyon kilometr. Biz aşmışı asmanga qaragan chaqda ko'rgan eng yangi nur buningdan 4 yil burun şu yulduzdan chiqib bizga qarab mangan nur endi. Bu aslida jiroq bo'lish uchun bu ana yulduz bilan nima planet bir-birisiga chapishib qolgandek ko'rindi. Bunda ko'rindi bu. Bunda turdi bu. Basharasida bunda turdi. Şunu biz teleskopni bilan qarasak, mana yulduzni ko'ramiz, lekin planetani ko'rolmaymiz. Biz bu teleskopda bu yulduzning nurini yo'q qilib etib, bir qarang'u rayon hosil qilib, shu yerni chekirgan tashqi planetlarni ko'ra olamiz. Biz yulduzning nurini 10 milliard hassa yo'q etishimiz kerak. 10 milliard hassa yo'q etalsak, ara planetani ko'ra oladi. Lekin ojizlashib turgandekmi? Ojizlashib turgandekin. Yulduzning nuri planetaga qaraganda 10 milliard hassa kuchli bo'ladi. Lekin bu planetani ko'rgandan keyin bu planetani siz teleskop bilan ko'rsangiz, aram bir qancha piksel bu degan. Hargiz uning ustiga dengizlarni, daraxtlarni ko'ra olmaydi. U narsa ko'rinmaydi qat'i. Bir qancha piksel. Bu mundaq kelgandan keyin biz bunga spektrometr degan bir narsa bor. Shu orqali shu planetadan yulduzning nuri planetaga tegib chechirab chiqadi. Ash nurini o'lchab, bu nurniki tarkibida nurniki kuchligini o'lchaymiz biz. Spektrometr degan asob bilan. O'lchab shu orqali shu planeta qaytgan nurniki ichida kuchlik orqali qandaq moddalar bor ekan. Mana planetaniki atmosferasida degan narsani o'lchab chiqalaymiz. Mana siz ko'rsatgan rasm mushqitin James Webb olam teleskopidagi shu spektrometr degan asbob o'lchagan bir tashqi planetaniki havosiniki tuzilishi. Bu yerda shunga mendagi X o'qi to'lqin uzunligi nurning to'lqinligi yambisi kuchligi. Shunga nima bo'ldi desa, planetaniki atmosferasi bir qism to'lqin uzunligini shumirib oladi. Faqat shumirib olmaganliklarini biz topa olamiz endi. Aşağı qarab turib bu qaysi gaz masalanga bizim yer şarındaki atmosferadagi bütün gazlarniki spektrum deydi. Mesela to'lqin xarakteri. Hemen bilamiz biz. Şuna yangi ölçügenni yer şarındakidan seliştirib, bu planetada qandaq gazlar bor ekan degan narsani ölçüge bo'ladi. Maqatim shu James Webb olam teleskopi tunji qitim bir tashqi planetaniki shu xususiyatlarini o'lchab chiqibdi. Bu tunji qitim bu. Bu tashqi planeta bizdan 1120 nur yili jiroqlik ekan. Hozirgi keltirib chiqqan xulosa bu planetada jonliq yo'q deydi. Gaz o'xshaydi, gaz planeta o'xshaydi. Suvni ko'rsatibdi. Suvda ma'liqi Türkiye'ye suvda bizibdi. Bu suv yani nemisini tushuntirdi bu? O'lki masalan bizniki Yupiterga qarasangizmi, uningdimi suv tarkibi havosida suv tarkiblari bor. Suv tarkiblari bor, lekin u gaz bo'lganligi uchun gaz taş emas. Planetalar ikki xil bo'ladi. Taş planeta bilan gaz planeta. Bizniki Quyosh sistemasidagi Quyoshga yaqin 4 planeta taş planeta endi. Venera,
Merkuriy, Merkür, Yer şarı. Yer şarı, aniki Mars. Ma 4 taş planeta, kalan 4 gaz planeta. O gaz planetalarda canlılar yok endi. Şuna Ha, gerçi oniki havasida su terkibi bolsunmu, lekin canlılar yok. Ma şuna bir ahval endi. Şuna NASA'nınki bu taş planetalardaki görünüşlerini saklaydigan bir database sanlıq ambırı var. Ma bir resimni, manın yan bir resim var planetaniki. Şu muştaq bo'lishi mumkin deb chiqarib qo'yibdi, lekin o planetani aynan ko'rgan emas. Mushuni umlasak yan bir resim var. Siz mi ko'rdingizmi? Bir planetani resim var. bu yerda şu hozir mana sanovidida mush 5 nimani resim bor. Yan bir planetaniki bir resim var. Biznikiniga o'xshab qoldi ama o. Yupiter o'xshab qoldi. Siz evetken bir resim, siz evetken torbet nimaga ko'rsataymi? Maqala. Yuqorini to'rak mana tez bir o'tib ketsak. Aslında bir planetaniki resim var. Umu şu maqatin ölçügen planeta muşuna o'xshash bo'lishi mumkin deb başlarda faraz qildi. Endi pastga olsangiz. Ma'lani ko'rib bo'ldik. Ma'lani ham tushuntirib qo'ydingiz. Planni tushuntirib qo'ydingiz. Aşağıda bir slide tushuntirib. Mishada qarang. Ayda ko'p to'g'an bir siziq var-ku. Ha. Ko'p to'g'an siziq bu dastlabda haqlar buni mushu yulduzniki portlashidan kelib chiqqan bir kuchli nurga o'xshaydi deb o'ylagan, keyin buni o'lchab galaksiga o taqsimni 40'da ko'rgandek 40 ekan bunda. Bunda turayotgan galaksiga o. Ha. Kökü. Köktuğunu bunda 40'da ko'rayotgan galaksiga. Ha. O aşağıda yakın çıkardı hazır. Yeni pastga Yeni pastga Endi ma'ni bo'ldik. Muşunda başladım. Muşunda başladım. Şu maqatim ölçülgen taşlı planeta müşterek buluş mümkün degan qiyas var hazır. Albatta men sizlar degandek o taşlı planetani bundaq aniq ko'rib olmaydi. Bir necha piksel o. Bir necha shikit. Tarazga asasan siz chiqarasiz. Siz chiqarasiz. Ma'lani bayam tushuntirib qo'ydingiz. Ma'lanimi siz rasmni tafsilanmasini tushuntirib qo'ydingiz. Asta ma'u shularga vaqt jadvali bo'yicha qaralgan narsa deyman. Burunda hozir bunday qolgan degandek. Qatlam bo'lib vaqt tartibi. Vaqt tartibi. Kainatning masharasini bor. Nayti yaxshi tushuntirdi. Vaqt tarixini. Şuna o'xshashroq bir narsa. Ala burun tatlığı arasında anlatık mesela. Şu bu katın tatlığı arasında şu. Ma'nolik mazmunlar tugabdi. Rahmat, yaxshi tushuntirib qo'ydingiz. Bu butun dunyoda Qurbayetni to'rda, ya'ni mush rasmlarni ko'rdik amaylan. Televizorlarda mushu, aytdi, cho'ng o'g'il bo'lgan. Sizniki mushu ishni ichida bo'lganingizdan bizga faxrlandik. Rahmat. Balaning savol bormidi? Yo'q, Bilalning savolini bayam so'rab bo'ldik. Andaki yaqinimizda. Ma'nunda alki abetinki qarang'u jismniki tortish kuchi bilan yoy paydo bo'lgan ish. Bizniki Uyg'ur qirdoshlarning ichida shu umumiy nisbiylik nazariyasi ne tazı tushunishda nurg'a odamlar qiynaldi. Shaxsan men qiynalman odatda. Tushundiga olmaydi buni. Xudoyim bilsa keyincha bir oydan keyin maxsus shu nisbiylik nazariyasi to'g'riliq bir leksiya olashtirib bir qatam shuni bir tushuntiraylikmi deb o'yladim men. Biraz tayyorlik qilsam buni oddiy til bilan tushunganda qanday tushunsak bo'ladi degan narsa. Alki nurg'a odamlar tushuntirolmaydi bu narsalarni. Nima degan narsalarni. Vaqtim bu o'yinga o'tirib chiqdi. Einstein'niki umumiy nisbiylik nazariyasi burun mushtaq bir farazni o'tirib qo'ygan. Ashtaq nurninki egilib ketganligini. Hozir endi o'lchyapmiz buni. Shu zodi Einstein'niki umumiy nisbiylik nazariyasi degan nima degan narsani men biraz tayyorlik qilsam, mushto'liq bir leksiya o'ylab olsak bo'ladi.
Rahmet. Siz yaşam gününüzni mi ayımay bizge ajrattınız? Ya iş vakası Rahmet. yokken bu men üçün bek mühim. Slaymışı kıpırada gelene hoşuz ama. Rahmet. Rahmet. Rahmet, sizin aşağıda işlegeniniz, sizin aşağıda müşünde dünyadaki ilim fen tarihi yazılgıda katta işlenen içinde bir Uygur'un kolu oğalıqdan biz Uygurlarның vasitlik, siz arqılık vasitlik diyor ki soğun biz bek bakırımız. Rahmet, sizni mi bir saat yakın tutuptuk. İş vakası yokken. Bunu demse. Maldraşdigentiniz. Kençini görüşerler barlı kırındaşlarga benden çok salam. Kençini görüşeriz mi? Maqula. Rahmet Maqul size. Maqul. Hoş bulayım amanet. Hoş bulduk. Amanet.